Oy, meni bilasan-ku. Albatta ko'rishamiz. Bo'ldi o'rtoq, xavotir olma. Assalomu alaykum Aysida, yaxshimisiz? Nima xohlayapsan mendan? Tinch qo'ymas ekansan-da mana. Opajon, siz ham ayolsiz-ku, tushuning meni. Bolalarim yetim bo'lib qolyapti. Oy, Opupu, seni ering seni xohlamaydi. Ahvolingni qaragin. Seni qaragin, meni qaragin. Voy, nega qaraganmisan o'zi? Xullas, Surbotdan. Seni ering men bilan qonuniy er-xotin urush. Boshqasini bu yerda ko'rmang. Bo'ldi, bugun choyxonaga boraman. Hop dedim-ku. Bo'ldi, hop. Hozir qoraman. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi yana? Oldin hayotingizni hal qilib, keyin menga uylanmaysizmi? Nima bo'ldi yana? Anu xotiningiz eshigim tegigacha kelyapti. Bolalaringiz och qolibdi. O'zi kiyimsiz qolibdi. Meni sharmanda qilyapti. Oldin boring-da, hayotingizni to'g'rilab, keyin men oldimga keling. Voy, kim? Assalomu alaykum bolam. Yaxshi keldingiz. Menga qaranglar. Nima men qizingiz bilan ajrashmam, qutulmaymanmi? Uyimmi, domimmi, uchastkami, dachalarimgacha tashab ketdim. Nima xohlayapsizlar? Bolamni ham olinglar dedim. Bo'ldi, men uylanganman, meni ayolim bor. Tinch qo'ysa anu qizingiz, qani u qizingiz? Voy bolam, tushunmayapman, nima deganingiz bu? Meni uyimga borib, bizning tinchligimizni buzyapti. Tushunyapsizmi? Haqiqatan sizni qizingiz o'zi siqit ekan. Erga to'ymas ekan. Qanaqa tarbiya bergansizlar, bu siqit qizligiga bilmadim. Iflos, qizimga tuhmat qilishga o'tdingmi? Qizim o'tganiga 6 oy bo'ldi. Qizimning ruhini chirqiratmalaring. Nima?